Ortimdagi cherkov Islandiyaning eng baland binolaridan biri hisoblanadi. Uning balandligi 74,5 metrni tashkil qiladi. Uning nomi Hallgrímskirkja binosi hisoblanadi. Ko'rinishdan raketaga o'xshasa ham, u aslida Islandiya qirg'oqlaridagi bazalt va lavalardan tashkil topgan tosh qatlamlaridan ilhomlangan. Impressionistik uslubdan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Binoga kirish tekin, ammo uning eng tepasiga chiqish pullik ekan. Uni narxini mana bu pastda yozib qoldiraman. Imkon qadar mana shu bino ustiga chiqib, u yerda ham video qilishga harakat qilaman. Hozir kunduz kuni quyosh charaqlab turibdi, ammo shunga qaramasdan juda ham sovuq shamol kelyapti, chunki biz Atlantika okeanini o'rtasidamiz do'stlar. Atlantika okeani mana 100 metr yursangiz, Atlantika okeani mana bu yoqqa 200 metr yursangiz, Atlantika okeani qirg'oqlariga chiqib qolasiz. Shuning uchun juda ham sovuq. To'g'risi, qo'lim qaltirab ketyapti.